Xo'p, mana siz tekshiruvdan o'tkazganimizda mana bo'yin umurtqalarida zichli bor. Mana betingizda уже joyidan siljib chiqish bor. Bu kelajakda kifoz kasalligini olib kelishi mumkin. Ya'ni ko'p ayollarda mana bu xo'lka yig'iladi-yu, o'sha holat. Xo'p, bu yerda yelka achishlaringiz, bu yerda yelka, bo'yin sohalaringizda asxandroz yig'ilganligi. Bu o'sha aytganingizdek, o'tirib ishlaganimiki deganingiz sizniki. Endi davomida davom sohasida bu yerda mana muskullaringizda qotishishlar bor. Bu yerda nervlaringizda zichligi. Umurtqa pog'onasi erkin bo'lmasa, ustiga bir-biriga siljib o'tirsa, bu atrofidagi boyaytdim-u, nervlar siqilishi boshlaydi. Xuddi o'sha holatda nervlar siqilishi boshlagan. Bu birinchi o'tirasiz, bu sohangizga achishadi, belgilarini beradi. Shunda ham o'rindan turib odam badan tarbiya qilib bormasa, bu yerdagi qon aylanishlarini yengillashtirib olmasa, bu xohlamasangiz beldan pastga, dum atroflaringizga, bel sohalaringizga achishishlar, og'riqlar, charchoqlarni beradi. Bu xohlamasangiz bu pastga sedalchining nervlarimizni siqilishiga olib keladi. Bunda hozir biz nima amaliyot qo'llashimiz mumkin? Har bitta umurtqa pog'oningizni manual terapiya qilib, bizda lampalarimiz, mana bu yoqqa qarayverasiz, mana bu apparatlarimiz bilan hamma mushaklaringizni yumshatib, bu yerdagi qon aylanishlarini yaxshilab olib, qizdirib, banka terapiyalarimiz bor. Banka terapiyalar bilan hamma nervlaringizni ochib, bu yerdagi qon aylanish, shamollash jarayonlarini yo'qotib, sizni yana sog'lom hayotga qaytarish bilan yordam beramiz.